Shu mashinani xudo xolasa ovozini yo'qotamiz akalar. Shu ovoz. Xudo xolasa haligi jentramiz tayyor bo'ldi. Ovozini eshitib bitta baho beringlar. Yurgizdik, tekshirdik, sovuganda endi mana ovoz pakalenanichi. Bitta chikiri. Xudo xolasa mashina 100% o'zgardi. Endi aytaman, u bizga yoqishdan ham egasiga yoqsa bo'ldi, xudo xolasa. Mana qilingan ishlar akalar shu 4 dona narsa bilan ishi hal bo'ldi. Shunday, mana shunday holatda qo'yib yubordik. Polsa, paton hamma yo'g'i bilan mana shunday qo'ydi, shu narsa bilan hal bo'ldi. Biz buni to'g'risi galovkadan bo'lishi ham mumkin. Birinchi galovkani ko'ramiz, agar bo'lmasa pastni ko'ramiz. Bu pastidan chiqib qoldi, galovkasiga tegmadi. Sog' bo'linglar. Aka, siz navoda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa mashinalar bo'yicha yangiliklar chiqarib turamiz.